Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, keyingi zakazlarimizni tayyorlab bo'ldik. Xudo xolasa mana inshaalloh. Endi aynalar qoldi, aynalarni solib egalariga olib ketamiz. Bularimiz mana bitta bir qanotli, 3 ta ikki qanotli, ikki qanotlilarimiz ikkitasi. O'rtacha mana bitta kattasi va bularni Toshkentga olib borib o'rnatib beradigan bo'ldik. O naryoqda ham mana jinsi MDFlarimiz turibdi. Bu yerda hali jinsilar terilgan yo'q. Mana bu boshqacha rangida mana ko'rib turibsizlar. Mebelni yangi rang deb qo'yishadi mana. Bu yerda ham bor. Mana shu pasonda tanlashuvdi egalari, shu pasondan qildik. Bular ham Toshkentga, bular dastlabki qo'radigan bo'ldik. O'zbekiston bo'ylab dastlabkilarimiz bor. Vodiy bo'ylab olib borib o'rnatish ustonovkasi ichida bemalol murojaat qila olasizlar. Kvadrat 700 ming so'mdan kimga qanaqa yashay, mana mashinami yo buni mokridanmi? Mokri asfaltlarimiz ham bor. Hozir bu yerda tayyor yo'q edi mokri asfaltlarni. Kvadrat 700 mingdan vodiy bo'ylab olib borib o'rnatib beramiz. Dastlabkasi ichida bo'ladi, O'zbekiston bo'ylab bo'lsa, Zara yerlariga bemalol murojaat qila olasizlar. Murojaat uchun telefonlarimizni pastda yozib qoldiramiz. El xizmatidamiz. Mana yoqqan bo'lsa bitta like podpiska bosib qo'yamiz, kanalimiz keyinroq tarqalishi uchun. Sizlarga oldindan kattakon rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar deb qolaman.